Mol go'shtini koreyka joyidan taom tayyorlaymiz, issiq taom. Uning uchun bizga kerak bo'ladi bitta zubchikda chesnok, sousi uchun. Mana pripravalar, zira, murch, tuz, paprika va kashnich maydasi, mana bunaqa oregano degan priprava kerak bo'ladi. 2 osh qoshiq yog', 2 osh koreyka go'shtimizni go'sht uradigan maxsus bolg'acha bilan urib chiqamiz. Go'shtimizni maxsus go'sht uradigan bolg'acha bilan urib chiqamiz. Hali yumshatib olishimiz kerak go'shtni. Chesnok, bitta zubchik chesnokka hamma pripravalarimizni solamiz. Yog'imizni solamiz. Va soya. Paprika pripravamizdan ham solamiz izini. Mana oregano soldim. Go'shtimizni pergament qog'oz, tagidan folga. Oldin pergament qog'ozga o'raladi. Endi mana tayyor bo'lgan sousni hamma joyiga go'shtni surib chiqamiz. Pichoq yordamida tilib chiqiladi har joydan. Ikkinchi tarafini o'zimdan shunday qilib pichoqda tilib chiqiladi. Endi qo'l bilan go'shtimizni yaxshilab masaj qilamiz. Oralarigacha kiradi shunda. Mana go'shtimiz tayyor bo'ldi. Go'shtimiz ustiga bitta rozmarin qo'yamiz. Mana rozmarin bo'lagini qo'yib, endi yaxshilab pergament qog'oz bilan o'rab chiqamiz. Ustidan folgani uramiz. Tayyor. Endi 180-170 gradusga 1,5-2 soatga qo'yib pishirib olamiz.